Bugun bizda remontda iPad mini 6 juda ayanchli holatda singan. Xudo xolasa biz uni oldi oynasini yangilab, chiroyli qilib beramiz. iPadimiz ekranini olish uchun himoya temiridan 5 ta boltni ko'tarib, shleplarni chiqaramiz. Va ekranimizga spesialniy termoskopni yopishtirib, separatorga qo'yamiz. Va o'zimizda spesialniy leskamizda ekranni steklodan ajratamiz. Bu iPadimiz ekrani $253 turadi. Biz buni garantiyasi bilan qilib beramiz. Agar ekrani sinib qolgan taqdirda ham biz o'zimiz shotimizdan qo'yib beramiz. Ekranimizni tozalab bo'lib, unga yangi steklo yopishtiramiz va pressga qo'yamiz. Pressdan keyin har doim ozgina puzirkalar qoladi. Puzirkalar olish uchun barokameraga qo'yib tekshiramiz va iPadni yig'ishni boshlaymiz. Biz bu iPadimizni poliuretanli kleyga yopamiz. Bu kley suv va changlarga bardoshli, suv va changlar xudo xolasa kirmaydi. iPadimiz tayyor, o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Holati juda ideal, chiroyli bo'lib chiqdi. Garantiyasi bilan qilib berdik, mana hamma joyi ishlamoqda.